Turkiyadagi bir kunimga xush kelibsiz. Bugungi kunim ham g'irt mashmashaga to'la bo'ldi. Yana nafas qisishi bilan to'g'ri uxlay olmay, ertalab arang uyg'ondim. Majbur nonushta tayyorlashga o'tib ketdim. Keyin erim uyg'ondilar. Non olish uchun bolalarni ham o'zlari bilan olib ketdilar. Qarang, sevimli simitlarimdan ham olibdilar. Nonushtadan so'ng erim ishga ketdilar. 2 soatga sroshin chaqirishdi. Men ham erim yo'qliklaridan fursatdan foydalanib, ubbolkamni qilib oldim. Mana shu joydan boshlab komment yozishga tayyor turing. Aniq bilaman, bitta fikr bildirasiz. Keyin uyimizning egasi telefon qilib qoldi. Hammom va tualetni ta'mirlab berishini aytdi. Qanday yaxshi deb xursand bo'lib turgandik, chuchvarani xom sanabmiz. Yana eski hammom, eski toz qilib, eski siniq unitazni olib kelibdi. Oldingisidan shikoyatda bo'lganimiz uchun almashtirib berishini ro'parosa 2 yildan beri kutamiz. Orada o'zimiz o'rnatamiz deb ham aytdik. Uy ijarasidan kesishimizni o'ylagan shekilli rosa sudradi. Bu unitazni ham o'rnatayotganda sindirib yubordi. Norozi bo'lganimiz darrov ta'sir qildi. Albatta insof bilanda yangisini olib kelishga yana ketdi. Orada qolgan ishlarimni qilib oldim, obed qildim. Uyimizning egasi bu safar yangisini olib kelibdi, lekin suv ketadigan bachog'ini olmabdi. Eskisiniki esa to'g'ri kelmadi. Ertaga kelaman deb ishini chala qilib tashab ketdi. Kechki ovqat pishirmaganim uchun pizza buyurtma qildik. Endi uxlaymiz, dam olamiz deb turganimizda do'stlarimiz kelishdi. Ular bilan ham yarim kechasigacha o'tirib, uyqumiz yo'qolgani uchun kino ko'rib kunimizni yakunladik. Bu mashmasha kunim haqida fikringiz juda ham qiziq. Kommentariyada kutib qolaman. Görüşürüz.